Farhod va Shirin eronlik xalqlar adabiyotida an'anaviy mazmunga ega bo'lgan va bir necha ijodkorlar tomonidan qalamga olingan ishqiy qissa va dostonlardan birining nomi. Navoiy. Farhod va Shirin dostoni u yaratgan Hamsaning ikkinchi dostoni bo'lib, unda Farhod oddiy toshyonar oshiq emas, balki Xoqonning o'g'li, aniqrog'i Xo'tan mamlakati podshosining qariligida ko'rgan yagona farzandi bo'lib, yoshligida fanning barcha sohalariga qiziqqan, harbiy bilimlarni, toshyonerlik kasbini egallashga uringan. U Shirinning otasi xazinasidagi sehrli oynada ko'rib, darhol sevib qoladi. Unga erishish uchun turli mashaqqatlarni boshidan kechiradi. U Arman elida Shirin uchun qurilayotgan ariqni bitkazish ishlarida o'zini nimalarga qodir ekanini ko'rsatadi. 15 asrdan keyin turkiy xalqlar adabiyotida Farhod va Shirin nomlari bilan bog'langan dostonchilikka